Men ko'rgan Jeep Wranglerlarning ichida eng noodatiy, eng derski mana shunisi bo'ladi. Bilasizlar, ancha-muncha Wranglerlar chiqazganmiz O'zbekistonga, lekin o'zim shu bilan shug'ullansam ham, o'zim bunaqasini men ko'rmaganman. Balon просто огроменный, bilmayman. Balon nechi bu 40 ming? Bitta ko'ring, qani. Mana. Rostdan 40 ekan, men bilmadim. Xo'p, R20 diski R20 tortdi. Judayam огроменный, katta. Savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu diska bilan yurib bera oladimi degan offroadda. Yurib bera oladi, agar motor obyomi kattagina bo'lsa, agar buni 6 torli bo'lsa, menimcha zo'r yurib beradi. Chunki balon slishkim og'ir. Tasavvur qiling. Safari'ning baloni, Wrangler baloni. Safari'ning baloni, Hammer EV'ning baloni. Mana огроменный bo'ladi. Katta bu. Bu ham pikap. Wow. Bu yo'g'i material tomlar ochiladigan Safari bo'ladi. O'zini qaranglar. Ko'rinishi shunaqa derski, ham qorong'ida qo'rqinchli ham bo'lib turibdi. Men oldida yoqimtoy bo'lib qolgan, men bilmayman. Mana oldida yoqimtoy bo'lib qolgan. Safari bechara bo'lib qolgan buni oldida qaranglar. Turishini. Buzib yuboraman deyapti. Xo'p, oldida libyotkasi bor. Qaysi kompaniyadan ekan? Men bilmayman qaysi kompaniya. Xo'p, Smith Build degan kompaniya ekan. Xo'p, bularni bilasizlar, har xil 8000 tonna, 10000, 12000 tonnagacha bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, liftlar qanaqa joylashtirilgan. Xo'p, patrinlar qanaqa joylashtirilgan. Boshqa mashinalarda materialli bo'ladi yoki plastikli bo'ladi, bundan ko'rasizlar. Xo'p. Ma'lumot o'rnida, agar mabodo kimga shunaqa Wranglerlarni tuning qilib berish kerak bo'lsa, inshaalloh biz ham qilib bera olamiz.